والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Elhamdülillah Ramazan ayıga yetib keldik. Allohga ming hamd sanolar bo'lsin. Bu ay mübarek ay Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Şehru Ramazan futihat fihi abwabul cennet. Bu ayda içinde cennette eshikleri açılgan. O do'zaxda eshikleri yopiq. Bu hamma shaytonlar qamalishgan. Hadisi. They're in chains, shayatin. Yani her kim cennet istese meşru'a yetişer. Allah subhanahu ve teala cennette eshiklerini açıp koygan. Ve her kim do'zaxdan nicat istese meşru'a nicat topar. O şeytan bu ay siz üstünüzge hiç qanaqa sultonligi yok. Hiç qanaqa sizge yani kuchi yok. O'shaning uchun ulamolarimiz deyishadiki, mana shu oy kelganda Alloh subhanahu va taolo bandalarini kechirarkan va gunohlarini yuvib tasharkan va barcha odamlarni jannatga kirgizib yuboradi. Qanaqa gunoh qilgan ham bo'lsin, kaboir bo'lsin, sag'oir bo'lsin, farqi yo'q. Alloh subhanahu va taoloning rahmati juda keng. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, bu oy Alloh subhanahu va taolo her kim Allah'dan biron narsa istese, mana shu oyda istasin. Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti şu ayda yağılıp duruptu. Ve dediler sallallahu aleyhi ve sellem ki o adam bedbaxt olsun ki Ramazan ayı keseyu Allah'dan kechirim topolmasın. Ve unaqa adamlardan qaysinisi shunaqa holatga yetib borarkan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dediler ki ikki banda, ikki musulmon bir-biri bilan urushib, yuragida g'ish bor, yuragida g'il bor, bir-biriga biron yomonlik bor. O'sha bir-birini kechira olmasdan o'tirganda Ramazon oyi kelsa-yu, ular ibodat qilsa ham, har narsa qilsa ham bir-birini yuragida kechirmagani uchun Alloh subhanahu va taolo ularni kechirmasdan turar ekan. Qani bandalarim bir-birini kechirsin, ki men ularni kechiraman deb. O'shaning uchun deyshadiki, bu oy isloh oyi. Har kim o'rtasida biron dushmanchilik, biron yomonlik bo'lsa, mana shu oy bir-birlarimizni kechirib va sulh qilishimiz kerak. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar ki, bazı adamlar roza tutishadi-yu, tutgan rozalaridan faqat ochqash va chanqashdan boshqa narsa topishmaydi. Ya'ni bizning ibodatlarimiz faqat yani ovqatdan o'zimizni tortish va suvdan tortish emas. Ramazon oyidagi biz roza tutdik. İnşallah ki niyatimiz Allohga yaqinlashish bo'lsin va iymondan bu amallarimiz iymonda zohir bo'lishi uchun. Agar yurakda iymon bo'lmasa, amallarda biron foydasi yo'q ekan. Hatto munofiqlar ham roza tuta oladi, munofiqlar ham namoz o'qiy oladi, lekin yuraklari bo'sh. Iymonlik odam o'shaki yuragidan Allohni istaydi. Va shu qilgan amallari, ibodatlari hammasi Alloh uchun xolis, o'sha o'zining zoti uchun. Va bir-biriga, ya'ni o'zini ko'rsatish, shunaqa gaplar yo'q. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, "Len yedhulul cennete men kana fi qalbihi mithqala zarratin min al-kibr." O adamlar ki yüreğinin içinde hatta bir zarra ham kibr bo'lsa, cennette hidini ham ko'rmas ekan. Va Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki, her kimin yüreğinde hasad bo'lsa, bu hasad insonni savob ishlarini shunday yondirib yuborarkanki, xuddiki olov cho'pni yondirib yuboradi. Ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dediler ki, şu ay Ramazan'da biz hareket kılıp, mehnat kılıp Allah'ın ibadet kılyapız. Nima için Allah subhanahu ve teala bizge roza tutinglar deb amr berdi? Kur'an'da dedi, kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezina min qablikum sabab la'allakum tattaqun. Ta ki sizlar taqvodor odam bo'lsalar. Yani bize amellerimizin sebebi şu ki taqvoga yetib borishimiz. Taqvo topilgan joyda kibr bo'lmaydi, hasad bo'lmaydi, yurak poklanadi. Gunohdan sizni saqlab turadi. Yomon bad axloqli ishlardan sizni saqlab turadi. Yuragingizda taqvo topilsa, Alloh subhanahu va taolaga yaqinlashasiz. Bu yuragingizda taqvo topilsa, Allohning muhabbati sizga yog'ilar ekan. Alloh subhanahu va taolo deydi, "Innalloha yuhibbul muttaqin." Alloh subhanahu va taolo taqvodor odamlarni yaxshi ko'radi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın muhabbetiga ergashish uchun biz roza tutdik, amal qildik, savob ishlarga ergashdik. Buni sababi emaski, mana men shuncha amallarni qilib qo'ydim deb Allohning yoniga borib maqtansak qiyomat kunida. Biz amallarimiz bizni hech qatga yetkaza olmas ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, hech banda jannatga amallari bilan kira olmaydi.
Sahabeler deyishdiki, sizchi ya Rasululloh, bor yo'q amallari hammasi savob ish. Hamma narsaki biz dindan o'rgandik, kimdan o'rgandik? Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamdan. Bizi hamma qilgan savoblarimiz u zotning kitoblariga yozilib kelyapti. Hammasi. Sizchi ya Rasululloh deb so'rashgan. Hatto men ham jannatga amal bilan kira olmayman deganlar sallallohu alayhi vasallam. Biz jannatga qanaqa kiramiz? Allohning rahmati bilan. Allohning rahmati bilan biz jannatga kiramiz. O'shaning uchun biz amal qildik. Bu amaldan maqsad emaski, mana men shuncha amallarni qildim, yo Alloh endi menga jannatni bergin. Yo'q. Bu biz bandaligimizni ko'rsatish. Ya Rabbim, sen Robsan, men bandayman. Men abdinman. Sen amr qilding, men itoat qilaman. Sami'na va ta'na. Sen buyurding, men keldim, roza tutdim, men keldim, namoz o'qidim. Seni amring doim boshimiz ustida. Boshingni sajdaga qo'ygin deding, boshim yer ustida, ya Rabbim. Faqat biz nima istaymiz Allohdan? O'zini rahmat, bas. Dunyoda ham, qabrda ham, oxiratda ham Allohning rahmati sizga yetib keldi, boshqa sizga hech narsa kerak emas. Bor yo'q narsaki bor Allohning rahmatidan ekan. Sizda bor avlod, farzandlaringiz, pulingiz, daroyingiz, sihatingiz hammasi Allohning rahmatidan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda deydi: "Va ataakum min kulli ma sa'altumu." Va har narsaki sizlar Allohdan so'radilaring, Allah subhanahu wa ta'ala hammasini sizlarga berdi. "Va tu'iddu ni'matallohi la tuhsuha." Va agar Allohning bergan ne'matlarni sanab ko'rsalaring, oxiriga yetib bora olmaysizlar. Ya'ni hammasi Allohning rahmatidan. Agar siz Allohning rahmatini, kengligini sezsangiz, bundan keyin bilasizki, ya'ni jannat ham Allohning berib qo'ygan rahmatidan, fazilatidan bir narsa. Va hech kim aytmaydiki, "Ya Rabbim, meni gunohlarim ko'p, imkoni bor men jannatga kira olmasam." Bu Allohga tuhmat. Nima uchunki Allohning rahmati hamma gunohlardan ko'ra kattaroq. Allah hamma narsani kechira oladi. Va hech kim aytmasinki, "Ya Rabbim, men shuncha amal qildim, meni endi jannatini ber." Yo'q, bu kibr. Allah subhanahu va taolaning yoniga kelib, "Men qildim" deya olmaysiz. Bu hammasi Allohning rahmatidan. Kim sizni olib keldi bu yerga? Kim sizga tavfiq berdi? Kim sizga hidoyat berdi? Kim sizga dinni o'rgatdi? Kim sizga la ilaha illallohni o'rgatdi? Kim? Allah. Allah. Bas shuni tanidingiz, shuni bildingiz, bu ma'rifat deyiladi. Mana shu his bilan yuragingizda, mana shu tuyg'u bilan ibodat qilsangiz inshaalloh Allah subhanahu va taolaning dargosi keng, hammasi qabul bo'ladi. And we have some guests, so we're going to say some words in English inshaalloh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said that some people they worship Allah subhanahu wa ta'ala because they want to be saved from Jahannam. Some people they worship Allah subhanahu wa ta'ala because they want to attain some blessings from Allah. And some people they worship Allah subhanahu wa ta'ala because they know who is Allah. Allah is Al-Hamid, the one who is praiseworthy, the one who deserves to be worshipped. And so we worship Allah subhanahu wa ta'ala not because we want something, not because we are afraid of something, but because Allah subhanahu wa ta'ala is deserving of all worship. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he told us, and I'm going to conclude with this, he said, don't ever say to Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, I did this for you, so now you do this for me." Ya Allah, look, I'm worshipping you, see? I'm praying. Now what? Now give me Jannah. This is not transaction. This is not business. You're not a merchant. And Allah subhanahu wa ta'ala is not in the marketplace buying servants. He owns all of us. Right? We worship Allah subhanahu wa ta'ala because Allah subhanahu wa ta'ala, He is the one deserving of worship. And no matter what we do, our deeds are never going to be enough to get us into Jannah. And the Prophet ﷺ said what? None of you will enter Jannah with your deeds. He said, what about you, Ya Rasulullah? He said, not even me. He said, we will enter Jannah with what? With the mercy of Allah. May Allah grant us His mercy. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. And alhamdulillahi rabbil alameen.